Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, aylangani chiqdik. Plyajda cho'milganimizdan so'ng chekka joylarga ham borib ko'rishni maqsad qildim. Turli xil millat vakillari yashaydi bu joyda. Gastinisaga kelganlar ichida ham har xil millat vakillari bor. Hindlar, ruslar, даже tatarlar. Ular bilan muomala qilib tanishlar orttirdim. Hindlar bilan ham gaplashdim. Hindlarga muammo yo'q, inglizchani biladi. Suhbatlashib ular yashash sharoitini, oylik daromadini so'raganimda shunaqangi ajablandimki, ya'ni boylari ham bor ichida. Zo'r, masalan, kelganlari bir asosan 60-70% boy, lekin o'rtacha yashaydigan, juda borsa $200 daromad ko'radiganlar bor ichida. Bir oyda $200 oylik oladi. No, kamida 10 ta davlatga borgan. Sayohat qilib turadi, yiliga 2 martadan sayohat qiladi. Agar biz ham shularga o'xshab yashashni o'rgansak, o'zimizni yaxshi ko'rishni o'rgansak, xo'ja ko'rsinga to'ylar qilishni sal qisqartirsak, o'zimiz xudo biladi qancha yashaymiz, qancha yo'q, dang'illama ko'p uylar solishni bas qiladigan bo'lsak, ulardan ham zo'r yashaymiz, ulardan ham ko'p sayohat qilamiz. Kechagi men bilan yurgan kampirsho $150 pensiya olar ekan. Lekin o'shanda ham eplayapti. $150 nakab qilib, to'plab, ya'ni o'zi 2 xonali kvartirada yashar ekan. Uy solay, qasr qilay, qo'shnilarim faloncha mebeli bor ekan desin demaydi. To'y qilaman deb sarpo yig'maydi bolasi tug'ilgandan boshlab. Ya'ni jinnicha odatlarimiz borda. Bir o'zimizga rahmim kelib ketdi. Qanaqa sharoitlar turibdi, qanaqa imkoniyatlar turibdi, o'zimizni yaxshi ko'rishni ham o'rganishimiz kerak ekan. Shunchasi bilan gaplashib bildim. Kecha bitta hind bilan gaplashdim ham. Hindlar bilamiz, boy xalqi ham bor, battar juda ham kambag'al xalqi ham bor. $100 oylik keshlar ekan. No, birinchi marta emas o'sha Dubayda. Eplayapti, ya'ni o'ziga yarasha kiyim kiyyapti, o'ziga yarasha uyda yashayapti, o'ziga yarasha yeb ichishi, lekin eplayapti.